Boshlaymiz. Uchburchak berilgan. K nuqta o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqta bo'lsa va shundan bir uchigacha bo'lgan masofa 15, K nuqtadan bitta tomongacha bo'lgan masofa 9 bo'lsa, mana bu x bilan toping degan savol ekan. Biz o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqta qanaqa markazida? Tomon teng 2 bo'ladi. O'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqta. Nima edi? Tashqi ayna markazi edi. Tashqi ayna markazi bo'lsa, demak, ana shu nuqtadan uchburchakning uchigacha bo'lgan masofa tashqi ayna radiusi ekan. Bu 15 tashqi aynaning radiusi, bu ham 15, bu ham tashqi ayna radiusi. Bu ham 15 bo'ladi. Chunki tashqi ayna markazi o'zining markazidan uchigacha bo'lgan masofalarda radiusni beradi. Bu radius degan mana bu 15 bo'lsa, bu ham 15, bu ham 15. Demak, bu 9 bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, Pifagor qilib x topsak, x teng ildiz osti 15 ning kvadrati ayrilgan 9 ning kvadrati. Natija 12 degan javob chiqadi. Tushunarli? Ya'ni qoidani yaxshi eslab qolish kerak. Tushunarli? O'sha